Aya, Ha, uylanishga bitta qiz topdim. ha. Faqat bolasi bor ekanda, nima deysiz? Chimkentdan sanmadimi? Hozir qaytib chiqaman. Shu gapni siz uydagilarga ayta olgan bo'larmidingiz? Siz haqiqiy erkak shu gaplarni oyingizga ayta olarmidingiz? Ko'ramiz. Uydagilaringizga telefon qilib, uylanishga qiz topdim deya olasizmi? Uylanishga qiz topdim. Faqat bitta bolasi bor ekan. Rozimisiz deysiz? Сразу шок, паника, lost connection, kalkulyator biling, sinus, kosinus, katanginus, expecto patronus biling. Davom etamiz. Qani deb ko'ring-chi. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Onasi gapim bor-da. Bitta qiz topdim uylanishga. Bitta qiz topdim uylanishga emish. Ayoldi, farzandi bor. Faqat bolasi bor ekanda, sovchilikka borib berishingiz kerak. So'rab bermaysizmi qizni? So'rab bermaysizmi qizni? Fix taboy. Qiz bo'lsin, farzandi bor qiz. Kim bilan gaplashayotganingni bilasanmi? Xo'p, uyga boraylik, gaplashamiz. Haqiqiy erkak mana shunaqa bo'ladi. Uyga boraylik, gaplashamiz dedi. Men tushunishim bo'yicha hozir o'sha qiz bilan farzandini oyisini oldiga olib borib tanishtiradi va gaplashadi. Mayli farzandisiz bo'lsa ham, kamida o'sha qizni oyisini oldiga olib bormoqchi shu bola. Yaxshi, juda so'z. Ko'ramiz, davom etamiz. Rozimisiz? Uyga boray, gaplashamiz. Hoppa! Sal oldinroq maqtab qo'ydim. Endi aytadi uyga boray, gaplashamiz. Ushbu yigit birinchi aytdi, keyin qaytdi. Ushbu yigit ishonchimizni poymol qildi. O'zingni boqdi. Xo'p. Va, qo'y. Xulosaga shuni ayta olamizki, ayol kishi yo'q. Qiz bolani farzandi bo'lishi bu ayrim keraksiz yigit va erkaklarni filtrdan o'tkazib beradi. Va farzandi bor qiz aslida bu katta mas'uliyat ekanligidan dalolat beradi. Agar yigitni shunaqa qiz ustроивать qilmasa, demak, yigit oilani boshqarish, tebratish va g'amxo'rlik qila olmasligini yaqqol namoyon etadi. То есть это показывает, что он не настоящий мужчина. Fikringizni izohlarda qoldiring.